Bir sotuv joyga nimalar qo'yib tashlashmayapti. 09 ga tushgan. To'g'ri shtab. Qoryog'dan o'tgandan keyin shundoq o'n qo'l mo'yka ko'chaga kirasizlar. Bu yoqqa to'g'ri istirohatga tushib ketasizlar. Salkam bir sotuvga tushgan, Yevro remontli, birinchi etajda hol, oshxona, bitta zali bor, sanuzel bor. Ikkinchi etajda 3 ta xona sanuzel, ikkita mansarda qismi va podval qismi. Uy prosta zo'r klassik qo'ygan ekanlar. Nastroykan o'rniga juda ham ideal variant. Videoni oxirigacha ko'ring, xudo xohlasa to'liq ko'rsatamiz. Urush eshigimizda katta hol qilingan, bitta sanuzel tashab ketilgan. Holni qaranglar, juda ham zo'r chiqqan ekan. Joydan juda ham unumli foydalanishgan. Oshxona qismi, orqa hovlimiz bor, bemalol ustol qo'yib qo'ysa bo'ladi. Va bu yerda xohlasangiz bitta zal qilib qo'yasizlar. Bu zalga mo'ljallangan ekan o'z aslida. Televizor iladigan joylari juda ham shikarli, juda ham zo'r chiqqan. Endi podvalni qaranglar, shunaqa zo'r qilib qo'yibdi. Bitta televizor qo'yib, mehki mebel qo'yib, mazza qilib oladigan ikkinchi qavatga chiqarganimizda bitta sanuzel tashalgan. Ikkinchi qavat polniy yotoqxonalardan iborat. Xuloslar ham juda ham zo'r. Aboylarni ham zo'rini tanlab qo'yishibdi. Bu yotoqxonamiz ichida o'zini sanuzel qismi bor. Terasani bitta qaranglar, shunaqa ham zo'r chiqqan va ko'rib mazza qildim. Kattagina, juda ham zo'r terasa.